Evrilish hikoyasi Franz Kafkaning 1913-yilda nashr etilgan mashhur asari bo'lib, unda Grigor Zamza bir kuni ertalab ulkan hasharotga aylanishi tasvirlanadi. Hikoyaning mazmuni: hikoya bosh qahramoni Grigor Zamza oddiy sayohatchi, sotuvchi bir kuni ertalab uyg'onib, o'zini jirkanch ulkan hasharotga aylanganini ko'radi. U o'zgarish sababini tushunmaydi va bu yangi holatga moslashishga harakat qildi. Grigorning tanasi endi odatdagiday ishlamaydi. U yotolmaydi, harakatlanish qiynaladi va u o'zini kichik oyoqlari bilan tinmay pitirlaydi. Qahramonlar va oilaviy munosabatlar. Grigorning oilasi hikoyada muhim rol o'ynaydi. U qarigan otasi, kasal onasi va 7 yoshli singlisi bilan yashaydi. Grigorning o'zgarishi oilaning hayratga soladi va dastlab ular qo'rqadi. Ammo vaqt o'tishi bilan ular bu holatga sekin-asta ko'nikadi. Oilaning asosiy tashvishi endi Grigorning o'zgarishi emas, balki ro'zg'orning qanday ta'minlash masalasi bo'ladi. Hikoyaning asosiy g'oyasi. Kafkaning hikoyasi metaforizm sababi ochib bera olmaydi. O'quvchi faqat Grigorning o'zgarishini ko'radi. Bu hikoya orqali insonga bosim, oila va jamiyat bilan munosabat, shuningdek insonning o'zgarish va yolg'izlikka bo'lgan reaksiyasi tasvirlanadi. Grigorning yangi holatga moslashishga qiyinchiliklari va oilaning unga bo'lgan munosabati hikoyaning asosiy dramatik markazini tashkil qiladi. Xulosa: Evrilish hikoyasi absurd va ekzistensial mavzularni o'ziga mujassam etgan bo'lib, insonning o'zgarish, yolg'izliklar va jamiyat bilan munosabatini chuqur tasvirlaydi. Hikoya adabiyotshunoslar tomonidan keng muhokama qilingan va turlicha talqin qilingan.